Germaniya Federatsiyasi parlamentinin bir komiteti yaqında Xitoyni ziyorat qilishni planlagan bo'lib, lekin o'mak tarkibida uzundan buyon Xitoyning Uyg'urlar ustidagi bostirishlarini tanqid kelayotgan parlament a'zosi Margaret Baus bo'lganligi uchun Xitoy bu o'makning ziyoratiga ruxsat qilmagan. Germaniya parlamenti Xitoyning Berlinda turishlik bosh elchisiga bu haqda bir maktub yozgan. Maktubda parlamentdagi partiyalarning komitetiga kimni avatishni o'zlari belgilaydiganligi tilga ilingan. Xitoydan parlament o'zlari tayinlagan bu komitetlarni qabul qilish talab qilingan. Bu maktubning 29-iyul yozilganligi, Xitoy tarafining dushanba kunigacha bu maktubga javob qaytarmaganligi ma'lum. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujal Qarqash apandi mundaq dedi. Sharq Turkiston da'vosi fidoyilariga yana bir qatim rahmat aytamiz. Ilgari Xitoy komiteti boshdan tortib jinoyatchilarni yo'chirishga urinmoqda. Sharq Turkistondagi jinoyatlarning pashop qilishidan andish qilmoqda. Xitoy xalqaro jamiyatning besimiga uchirgandan keyin aytgan Sharq Turkistonga kelib ziyorat qilsa bo'ladi, zulm yo'q degan so'zlari samimiy emas. Germaniya parlament a'zolariga viza bermasligi buning ochiq isbotidir. Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiy jinoyatlarini yo'chirishga urinishi Xitoyning qanday bir jinoyat psixikasiga kirib qolganligini ko'rsatib berdi. Dünya Uyg'ur qurultiyi vakillari Oqsaroyda Amerika muavin prezidenti Mike Pence bilan ko'rishdi. Dünya Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat Amerika muavin prezidenti Mike Pence bilan ko'rishganda Sharq Turkiston vaziyati haqida doklad berdi va fikr almashtirdi. Yaqinda viza ilish uchun Belgiyaning Bejindagi bosh elchixonasiga kirgan bir Uyg'ur oilasi soqchilar tomonidan majburiy chiqarib etilgandan keyin izdireksiz g'oyib bo'lgan edi. Orqadan Belgiyada siyosiy panohlik tilayotgan Abdulmit Tursun ayoli Hurriyat va 4 bolasini qutqizish uchun Belgiya hukumatiga murojaat qildi. Egilinishcha 30-iyul Belgiya Tashqi ishlar ministrligi tomonidan Xitoyga evatilgan diplomatlar Abdulmitning ayoli va bolalari bilan ko'rishtirilmagan. Ularning Xitoy fuqarosi bo'lganligi uchun chet elga chiqishining cheklanganligi aytilib, o'makning qaytib ketishi talab qilingan. Xitoyning Hong Kong alayda ma'mur rayonida jinoyatchilarning Xitoyga qaytarilishiga yo'l ochadigan qonun loyihasiga qarshi elib berilgan namoyishlarda kaltak ko'tarib olgan bir to'p kishi namoyishchilarga hujum qildi. Hong Kongning shimoliy rayoniga yig'ilgan namoyishchilar bir to'p kaltakli kishining hujumiga uchirdi. Bu ko'rinish 2009-yil Urumchida yuz bergan qirg'inchilikni va puhrochi kiyinib Uyg'urlarga hujum qilgan Xitoy askarlarini eslatdi. Hong Kongda davomlashayotgan namoyishlarda 9-iyundan buyon oz deganda 420 nafar namoyishchi qo'lga olingan. Rossiyada bir harbiy iskilotda yuz bergan o't ofati sababli portlash yuz berdi. Tunji ma'lumotlarga asoslanganda voqeada 4 odam yaralangan. O't ofati Rossiyaning Krasnoyarsk shahridagi bir harbiy iskilotda yuz bergan bo'lib, Rossiya Mudofaa ministrligi portlash sababli iskilotning 20 kilometr doirasidagi o'ltiraqlashgan kishilarning ta'siriga uchrashi mumkinligini va bu sababli yo'tkash harakatining boshlanganligini bildirdi.